2020-yilda Ibrohim kelishuvlarini imzolagan Bahraynda esa AQShning 5-floti shtabi joylashgan. Bu flot Fors ko'rfazi va Arab dengizida neft yo'llarini nazorat qiladi va bu energiya xavfsizligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. AQShning Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoni Ibrohim kelishuvlari kontekstida yagona geostrategik doirada birlashtirish rejasiga borib taqaladi. Boshqacha aytganda, Yahudiy vujudi xavfsizligini butun islom mintaqasi bo'ylab kafolatlash, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bu borada hal qiluvchi maydon vazifasini bajarishdek sinovga duch kelyapti. 2025-yil 19-21 avgust kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov rahbarligida Bahrayn, Qatar va Ummon davlatlariga rasmiy tashrif buyurdi. Rasmiy bayonotlarda tashriflar iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, sarmoya jalb qilish va madaniy aloqalarni rivojlantirish maqsadida bo'lgani ta'kidlandi. Biroq tafsilotlarning oshkor qilinmagani bu tashriflar ortida katta geosiyosiy maqsadlar borligini ko'rsatadi. Zero Qatar, Bahrayn va Ummon Amerika va Britaniya uchun nafaqat energetika, balki harbiy geostrategik jihatdan ham juda katta ahamiyatga ega mamlakatlardir. Qatarda Amerikaning markaziy qo'mondonligiga qarashli eng yirik harbiy bazasi Al-Udeyd aviabazasi joylashgan. Bu baza AQShning butun Yaqin Sharq, Afg'oniston va hatto Hind okeanigacha bo'lgan harbiy operatsiyalari uchun markaz hisoblanadi. Britaniya esa Qatarda doimiy havo kuchlari kontingentini saqlaydi. London Qatar bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlar va qurol sotish sohasida hamkor. Shuningdek, Qatar dunyodagi eng yirik suyultirilgan tabiiy gaz eksportchisi. AQSh va Britaniya kompaniyalari ExxonMobil, Shell, BP Qatarning gaz sohasidagi strategik investorlari hisoblanadi. Qatarning Kia fondi London moliya markazida va AQSh bozorida katta aktivlarga egalik qiladi. 2020-yilda Ibrohim kelishuvlarini imzolagan Bahraynda esa AQShning 5-floti shtabi joylashgan. Bu flot Fors ko'rfazi va Arab dengizida neft yo'llarini nazorat qiladi va bu energiya xavfsizligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. 2018-yilda Britaniya Bahraynda o'zining doimiy harbiy bazasini ochdi. Bu 1971-yildan keyin Britaniyaning mintaqadagi ilk doimiy bazasi hisoblanadi. Bahraynga mintaqada G'arbning harbiy qal'asi sifatida e'tibor qilinadi. Ummonga kelsak, uning hududi Hormuz bo'g'ozining janubiy sohilida joylashgan bo'lib, dunyo neft va gazining 20% shu yo'ldan o'tadi. AQSh va Britaniya bo'g'oz orqali dengiz xalqaro yo'llarini nazorat qiladi. Shu bilan birga Ummon ulkan gaz va neft zaxirasiga ega. Dukum porti Hind okeaniga to'g'ridan-to'g'ri chiquvchi ulkan logistika va neft ximiya markazi sifatida AQSh va Britaniya uchun strategik ahamiyatga ega. Umuman olganda, bu uch ko'rfaz davlatlari Fors ko'rfazi va Hind okeani yo'nalishlarida AQSh Britaniyaning harbiy energetik arxitekturasining asosiy ustunlari hamda jinoyatchi yahudiy vujudining xavfsizligi uchun himoya tayanchi hisoblanadi. Bahraynga tashrif davomida Saidov va maslahatchisi Munira Aminova yirik kompaniyalar bilan muzokaralar o'tkazdi. Gipik kompaniyasi bilan agroximiya sohasida qo'shma loyihalar tuzish va Alba alyuminiy korporatsiyasi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish muhokama qilindi. Ushbu kompaniyalar ortida AQSh va Britaniya sarmoya manfaatlari yotadi. Amerika Gipik Alba loyihalari orqali energiya resurslari va qayta tiklanuvchi manbalar sohasida O'zbekistonni global zanjirga bog'lab, o'z nazorati ostiga olmoqchi. Maskatdagi muzokaralarda Suhail Bahrain Group, MB Holding va Sohar Bank kabi yirik investorlarga O'zbekistonda sanoat zonalaridagi preferensiyalar va kafolatlar taklif etildi. Ummonning Hind okeaniga chiqish nuqtasi va G'arbning uzoq yillardan beri transport yo'laklarini nazorat qiladigan hudud ekanligi hisobga olinsa, bu o'z navbatida AQSh uchun Markaziy Osiyo resurslarini jahon bozorlariga o'z kanallari orqali yo'naltirish imkoniyatidir. Qatar bilan uchrashuvlar keng ko'lamli bo'ldi. Amir Shayx Tamim bin Hamad Al-Soni va bosh vazir Shayx Muhammad ibn Abdurahmon bilan muzokaralarda savdo, investitsiya, ta'lim va madaniy almashinuvlar masalalari muhokama qilindi. Eng muhim voqea ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlik bo'yicha koordinatsiya kengayishining ilk majlisi o'tkazilgani bo'ldi. Bu qadam 2024-yilda imzolangan strategik hamkorlik to'g'risidagi bitimning
amaliy ifodasi sifatida talqin etildi. Shuningdek, Qatar Mining Company bilan investitsiya memorandumi imzolandi. Mudofaa sohasida hamkorlikka yo'l ochildi. Qatar bilan mudofaa sohasida anglashuvlar AQSh Markaziy Osiyoda Rossiyaning mintaqaviy xavfsizlik arxitekturasiga muqobil yangi xavfsizlik arxitekturasini qurishga tayyorlanayotganini bildiradi. Bu, shuningdek, Amerika Afg'onistondan chiqib ketganiga qaramay, mintaqada o'z ta'sirini saqlab qolish uchun O'zbekistonni asosiy regional vositachi sifatida qo'llayotganiga ham bog'liq. Shunday qilib, O'zbekiston delegatsiyasining Bahrayn, Qatar va Ummonga tashriflari ortidan G'arbning Yaqin Sharq orqali Markaziy Osiyoda ta'sirini kengaytirish, resurslar va geosiyosiy yo'nalishlarni o'z nazoratiga olish maqsadlari yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Bu esa AQShning Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoni Ibrohim kelishuvlari kontekstida yagona geostrategik doirada birlashtirish rejasiga borib taqaladi. Boshqacha aytganda, Yahudiy vujudi xavfsizligini butun islom mintaqasi bo'ylab kafolatlash, Fors ko'rfazi boyliklari va Kaspiy resurslarini yagona geoiqtisodiy zanjirga bog'lash, Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq, G'arb geosiyosiy kamarini shakllantirish hamda Xitoy va Rossiya qudratini zaiflashtirish. Falastin va Kashmirda Yahudiy vujudi va Hind rejimi qo'li bilan islom va musulmonlarga shafqatsiz zarbalar berayotgan Amerika dunyo arxitekturasini malay rejimlar yordamida o'zi xohlaganday qurishda davom etmoqda. Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bu borada hal qiluvchi maydon vazifasini bajarishdek sinovga duch kelyapti. Kufr boshi Amerikani muqaddasotlarimizga, nomuslarimizga, yurtlarimizga, boyliklarimizga qarshi jur'at qilishdan tiyib qo'yadigan yagona kuch ikkinchi Roshid xalifalik davlatidir. Zero ummatning najoti faqatgina islom va uning tatbiqidadir. Alloh taolo aytadi: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Holbuki kuch-qudrat Allohniki, uning payg'ambariniki va mu'minlarnikidir. Lekin munofiqlar buni bilmaslar.